Tuning box, tuning box, tuning box Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun, boshlang kuninglar xayrli, barakatli bo'lsin. Bugun ishxonamizda Chevrolet 12 avtomobili. 12si zavodskoy kolonkasida bilasizlar, ko'p muammo uchrab turadi. Родной kolonka tirillab qoladi. Уже mana mashina yaqinda olganman deyaptilar. Kolonkasida muammo bor. O'zi bitta videoda ozgina yirtib tashlagan edim. Odamlar tushunibdi ham, yaxshi siz bu kolonkani yirtish kerak deb, chunki 12 olganlar, trekker olganlar biladi mana shu kolonkasida aynan mana shu orqasidagi simida muammosi bor. Mana shu o'ynab turadigan simi nozik chiqib qolgan. O'shaning hisobiga tez kolonka ketib qoladi, birlab qoladi. Bu kolonka ketib qolgandan keyin xuddi o'zidagini yo'lga qo'yish kerak, yana boshqa u ham keyin ketib qolmasligi shubha yoki boshqa yaxshiroq kolonka qo'yish kerak bo'ladi. Bu yerda bu holatda biz yaxshiroq kolonka qo'yamiz. 4 ta kolonka qo'yib berishlari bilan $170 ga aylanadi. Qanaqa kolonka qanaqa qo'yamiz, hozir hammasini tushuntirib beraman bir chetdan. Hop, oldiga komponentli kolonka qo'yamiz, chunki oldida komponentli kolonka turadi bularda ham. Zavodskoy o'zida pishalkasi alohida bo'lsa, kolonkalarni o'sha komponentli deyiladi. Mana misol uchun bu yerda mana bitta zavodskoy pishalkasi bor. И kolonkasi bor. Bu yerda midbas bo'ladi. Past chistatalarni o'ynaydigan, bu yerda tepa chistotani o'ynash uchun o'sha visokachastotnik pishalka deymiz, xalq tilida pishalkalar turadi. Hop, bu kolonkamiz midbas mana xuddi shuni o'rniga qo'yiladi, zavodskoyni. Buni keyin visokisi bor, mana visokisi ham o'zini zavodskoy shtatniy joyiga o'rnatib beramiz. Bu ichkaridan turadi. Mana ustidagi plastiklar hammasi yechilinadi. Buni qopqonlarni yechsak, ichidagi o'sha sertsavinani o'zini chiqarib olib, родной joyiga tiqib yuboramiz. Bu ham ko'rinmay akkuratni turadi. Aynan mana krossoverimizning ichidagi kerakli komponentini ham olamizda o'zini qo'yib yuboramiz. Mana polniy mana bu narsani qo'yib o'tirmaymiz-da. Kerakli komponentini o'zini. Keyin eshigimizga kolonkani qotirish uchun mana bunaqa podiumlarimiz bor. Bu mana o'zini joyiga shunday tushadi-da. Tepasidan bitta o'zini 7sini qotiramiz. Keyin 4 ta shurupini joyiga urib olsak bo'ldi. Faqat buni qo'yishdan oldin germetizatsiya qilamiz. Atrofiga kerakli narsalarni yopishtirib, shu havo o'tmasligi uchun, titramasligi uchun keyin kolonkani o'rnatamiz, zo'r bo'ladi. Orqasiga xuddi shu kolonkamizning KXL modeli bo'lyapti. Kolonkamiz o'zi Rick Oil brendidan. Aynan mana oldi kolonkamiz duh komponentli bo'ladi. Bu o'sha 16,5 santimetrda o'lchasak 6,5 dyuym deyiladi. 50 watt nominalniy mощностьga ega 4 ohmli kolonka. 4 ohmda 50 watt beradi. Xullas, kolonkamizning korzinasi shtampovniy, ferrit magnit ustida unaqa rezinoviy zashtasi bor. Kolonkamizning o'zi ham chiroyli tuzilgan. Mana chetdagi rezinalari ham yaxshi sifatli materiallardan ishlangan. Arzonchi narsalardan qilinmagan. Xullas, orqasi ham xuddi shunaqa, hamma narsasi bir xil, faqat visokisi o'zida joylashgan. Visokisi sholkoviy visokiy bu yerda ham. Mana bu kolonkamiz ham 50 nominalli. Hamma narsasi turishi deyarli bir xil, faqat visokiy o'zida. Bu kolonka mana orqa kolonkani o'rniga qo'yadi. Orqa kolonkada ko'rasizlar, bu yerda mana bu narsasi bor. Bu yerda yo'q. Bu mana bo'li shu bas ovoz uchun mo'ljallangan. O'shanga bu duh komponentga pishalkasi bor. Bu midbasi mana zavodskoy. Bu zavodskoy KXL deyiladi. KXL ga mo'ljallangan. Ko'rasizlar, bu yerda mana o'sha sifatsizroq kolonka ishlatilgan. Orqasiga nimagadir? Mana bu lattali, rezinoviy emas. Va bu narsa o'sha pishalkani vazifasini bajaradi. Xuddi mana shu bizda turgan visokiy bo'lsa, bu ham o'sha visokiyroq ovoz beradigan narsa mana bu narsa. Kolonkani o'zini katushkasi ham kichkina. Xullas, bu yerda ham o'sha KXL ga mo'ljallangan kolonkalar turibdi bana. O'zini zavodskoy taxminan orqaniki 10 watt bo'ladi, oldiniki 20 watt bo'ladi bu zavodskoylar. Biz orqa oldiga hammasiga 50 wattli kolonkalar qo'yamiz. Bunga keyinchalik usitsil qo'ysa ham bo'ladi, usitsil qo'ymasa ham o'zi yaxshi chiqaradi, lekin qo'ysa yana ham yaxshi bo'ladi keyinchalik. Mabodo agar yaxshiroq bo'lsa ovozi yana rivojlantirish imkoniyati bor. Mana bu orqaga ham xuddi shunaqa podiumdan qo'yamiz, qotiramiz. Zavodskoy kolonkani o'rniga shunday qo'yamiz. Visokiylarni ham hozir ko'rsataman, zavodskoy qanaqa. Bitta eshitib ko'ramiz. Роднойdan keyin qanaqa farq qiladi. Prosta роднойga qo'yib qo'ysa qanaqa chiqaradi. Narxi mana sraz aytib qo'yaman, $170 bo'lyapti hozirgi kunda. Qo'yib berishlari bilan podium hamma narsasi bilan birga 4 ta kolonkamiz. Kuzatib turinglar, bitta like bosib qo'yinglar. Xudo xolisa eshitib ko'ramiz. Kolonkalarni o'sha qo'yib olamiz. Pishalkani o'zi ham qanaqa qo'yilishini bitta ko'rsataman. Taxminan bo'lsa ham tushunchaga ega bo'lishingiz uchun. Hop, bu yerda mana zavodskoy mana bu stoykasi. Stoykasida mana bunaqa родной pishalkasi bor. O'zini bu mana zavodskoy visokachastotnik. Mana shunaqa bo'ladi. Bu yerga mana shtekер kiradi. O'zida konditsioner bor mana shu xuddi biz krossover ichidan olamiz degan narsamiz, shunga o'xshagan narsasini olib o'rnatib yuboramiz. Endi buni родной joyiga
zo'r bo'lib tushishi uchun bizani visokechastotnimizni mana bu razmerda qaraydi. Uni agar ichiligini chiqarib olsak ham baribir bu kattalik qiladi ozgina. Bu yoqqa sig'maydi mana qaraylik. Yoki mana bunday qo'ysak, oxirigacha tushmaganning hisobiga mana bu oradagi masofani hisobiga ovoz to'g'ri nariyoqqa yetib bormaydi. Shu narsani to'g'rilash uchun mana bu ramkasini yechamiz, qaraylik bu yerda mana. Uje ramkani yechib oldik mana bu yechilgan ramka. Mana bu narsa ajratib olingan. Ramkani yechgandan keyin mana bu narsani ham ustidagi plasmasini yechamiz, zavodskoyni. Keyin zavodskoy peshalkani mana bu joyiga qoladi. Bu родной peshalka bu. Роднойni xullas mana bunisini ajratib olamiz. Mana ajratib olamiz. Mana buni o'zi qoladi. Buni o'ziga mana buni ajratib olganimiz ichidagisini o'rnatamiz. Mana bunaqa ko'rinishga keladi mana. Mana bu recoil peshalka, bu zavodskoy peshalka. Lekin ko'rinishi mana deyarli bir xil bo'ladi turishi. Endi buni zavodskoy joyiga shunday tiqib qo'ysak bo'ladi. O'zi mana bu ozgina bortgan joyi bor, shu joyi bilan tushadi mana. Mana endi bu роднойga o'xshab ovozi to'liq bu yoqqa chiqib keladi. Mana bu yoqqa. Xudo xolisa bu yoqqa konditsionerga hozir simiga konditsionerni o'rnatamiz, joyiga tiqamiz. Mana shunaqa professional yondashuv bo'ladi, xudo xolisa. O'shanda родной bilan turishi bir xil chiroyli bo'ladi. Keyinchalik agar nima qilamiz, yechadigan bo'lsa aytsak, keyinchalik yechadigan bo'lsa, hech qanaqa xavotirli joyi yo'q. Daryodagi mana bunaqa sertsaminani yana ajratib olib, uni mana bu joyiga yana prosta yopishtirib qo'yilinadi. Bu narsani yana yig'ib boshqa mashinaga ham o'rnatsa bo'ladi. Mana bu narsalarni akkuratni mana bunday qilib turib olib qo'yamiz. Yana bir yechib olganda xudo xolisa, yana zavodskoy holatiga qaytarsa bo'ladi bu narsalarni. Konditsionerni payga qo'ydik, chiroyli qilib. Ustlari termosatga bo'ldi. Endi ustiga mana bunaqa звук izolyatsiyadan qilsak, xudo xolisa, urilib ham ovoz chiqarmaydi. Endi joyiga chiroyli qilib qo'yamiz. Mana simni o'zini shtatniy simiga ulab olamiz. 1 daqiqa vaqtingizni olaman. Nasiyaga mashina olmoqchisiz, lekin ishonchli odam topolmayotgan bo'lsangiz, men o'zim ishongan akam mana Muslim akam, taxminan sizni 5-6 yildan beri taniyman. 5-6 yildan beri mashinalar olib sotib, men o'zlaridan ham olganman, sotganmiz ham. Ishonchli, narxlarni ham asosiy zo'r qilib beradilar. Eng galonisi halol, eng chiroyli yo'llar bilan qilib beradilar. Tuning box nomidan chiqsanglar, yana bitta skidka qilib beradi, xudo xolisa. Murojaat qilinglar, nomerlarni yozib qoldiramiz. Visoklarni qo'yib qo'ydik. Nastroykamizda taxminan mana shunaqa turadi mana. Equalizerga kirsak. Visokini balandroq qo'yaveramiz, chunki ovoz o'shanda so'rishli chiroyli chiqadi. Seredinki ham 0 turadi, bas ham 0 turadi. Basib qo'ysa agar uje kolonkalar dirilib ketadi, chunki mikrofonni kuchi yetmaydi. Filtr yo'q bizda, lekin hozir kodi ham zo'r, chiroyli o'ynayapti, qarang. Город движений, мы на волне. По улицам чик по прямой, где нет радаров, газ вперед. Жизнь — это путь, что свободно течет. Наслаждайся, живи в моменте. Скорости на полную ленте. Стонет бокс, твоя машина станет еще комфортней, как картина. Mashinani o'ziga vibra yopishtirib yubordik, chunki mashinaning paketi yomon zirrillaydi mana. Endi o'zi iloji bo'lsa shunga quvarish kerak-ku, lekin mana bu kichkina paket yomon zirillab beradi. Shuning uchun mashinani o'ziga vibra yopishtirib yubordik mana. Ovozni baland qilganda ham unaqa baland chiqarmayapti-yu, lekin zavodskoydan ancha seriozniy, ancha chiroyli chiqaryapti. Shunga mana sizlarga ham shu akustikasi yoqmayotgan bo'lsa yoki kolonkasi birlab qolgan bo'lsa, ozgina rasxoddan qochmasanglar, mana shunaqa chiroyli akustika yig'ib olsa bo'ladi. Xudo xolisa mana bu mashinamizda tayyor. Shunaqa chiroyli muzikalar yig'ish kerak bo'lsa, kolonkalarni chiroylilarga almashtirish kerak bo'lsa, murojaat qilinglar. Nafaqat musiqa farqi yo'q. Unda nima eshitsanglardan qat'iy nazar, dinamiklar yaxshi bo'lsa,
sizlarga yetib kelayotgan ovoz chiroyliroq yetib keladi. Salomat bo'linglar hammalarni. Tuning box salonida kutib qolamiz. Videoni bitta like bilan qo'llab qo'yishni unutmanglar. Podpiska qilmaganlar, podpiska qilib qo'yinglar. Yaxshi yilda ko'rishguncha. Tuning box, tuning box, tuning box.